mush yurak manbalikdan kelib chiqqan ojizliqim yana börekanlarga doğru qilaversanglar, sizlarning bo'lmoqchi. Kadan chiqsizlar shu. Yaxshima tuqqanlar, bugun bah ojizlik to'g'riliq qisqacha to'xtalib o'tmoqchi. Bo'lsa, kichik bolalar yoki bo'lmasa ammiy sorun turayotganlar bo'lsa, sirib o'tib ketsanglar bu ta. Buni so'zlamay desam, jamiyatning ehtiyoji bak yuqori ham tushunish bak ozkim. Shu to'g'risida bugun tafsirroq so'zlab o'tmoqchi. Bu bah ojizlik er ayol ikkili tarafda ko'rilayotgan bir umumiy kasallik ifodasi. Hamda bugun erlar kasalligidagi bah ojizlik to'g'riliq so'zlasak, bu nima degan gap desanglar, bu bah ojizlik yana o'sha erlik ojizlikninki sababi tuvandagi 4 sababdan kelib chiqdi deb qaraymiz. Birinchisi börek manbalik, ya'ni ichki börek manbalik ojizlik. İkinci birisi jigar manbalik ojizlik. Üçüncü birisi yurak manbalik ojizlik. Dördüncü birisi nerv manbalik ojizlik. Endi buningki börek manbalik shu ojizlikda odatda shu erlik a'zo to'liq qoyim bo'lmasdan ma'ni badan sirtiga chiqib ketgan ahvolda biz ko'proq börek manbalik ojizlik deb qaraymiz. Endi shu a'zoning o'zi erlardagi üzlüğünden boşap ketadigan, muşunda ahvol bo'lgan bo'lsa, biz buni jigar manbalikdan kelib chiqqan ojizlik deb qaraymiz. Endi shu ish ustida shu yurakni noyati qattiq sap ketadigan, üzlüge ot dupilganda urtqa ish bo'lish bilan birga sur'at tezlashib ketsa, biz buningda yurak manbalik jinsi ojizlik deb qaraymiz. Endi mush ish tugagandan keyin qattiq ko'ngli bearam bo'lgan, seskanayotgan, pushaymon qilgan, o'yotgan bunday ahvollarni keltirib chiqargan bo'lsa, biz bu nerv xarakterlik ojizlik deb qaraymiz. Endi jamiyatimizda nima ish kerak desak, bu tibobitimizda bu kasal jinsiy ojizlikni davolaydigan nurg'un dorilar bor. Börek manbalikdan kelib chiqqan bo'lsa, shuni qarta dori birimiz. Jigar manbalikdan kelib chiqqan ojizlik bo'lgan bo'lsa, buning börekiga har qancha dori qilgan bilan saqaymaydi bemor, tupilsin saqaymaydi. Şu jigar manbalikdan kelib chiqdimi, börek manbalikdimi, yurak manbalikdimi, nerv manbalikdimi buni ayirib biz. Buning bir ayrim dorilarimiz bor tuqqanlar. Shuning bilan bemorda haqiqiy kasallik yaxshilanish alomati kelib chiqadi. Endi jigar manbalikdan kelib chiqqan ojizlikqa börekanni kuchlantirib bersanglar, nerv ham yurak manbalikdan kelib chiqqan ojizliqim yana börekanlarga to'g'ri qilib bersanglar, sizlarning bo'lmoqchi. Kadan chiqsizlar shu. Sırf ahir nima ish qildinglar degan chog'da tepning u doğrusini asan foyda qilmadi. U paloni tepdan appaqdim, tukuni tepdan appaqdim, doğrusu manfaat qilmadi deysizlar. Hey, amaliyot u doğru yaxshi. Lekin sababi nima bo'ldi desanglar, sizlarningki nima sababdan kelib chiqqan bu ojiz ekanliginglar bemorning tepning o'ziga aniq ifodalab bermaganligining sababidan tepning o'zima bergan doğrusu sizlarga to'liq joyda tegmagan bo'lishi mumkin. Malayziyaninki u yerning hasanlarini qatib ichyapsizlar. Ba'zilaringlar vigar qatorliq hormon turidagi shunday dorilarni iste'mol qilyapsizlar. Bu keyin nega olib turdi degan chog'da sizlarni o'tmas bir laqab ahvatga o'zgartirib qo'ydi shu. Bu ojizlikni nuqul holda börekni kuchlantirsamlar, men erlik holatib asiga degan gap xato gap. Çünkü bunun sebebini tepki çıkılı. Bazılarga tıkıl lampung rangpizi buyuruyutmaz. Batıkı cinsi azlıkka ama lampung için, siz kıtık için, rangpizi yang, nürme için gitmalarımız var. Bazılarga hani kava, polo, samso, petemanda goşlanan yang deyitmez. Bunun uzunluk tarafını, soğukunu ayırıp bizim tabiatimizde hazır. Demek ki sebepten kep çıkı azlıkını ağırpanlık ondaki doğrusu makınlar. Şu sebepten normal, toğul boğan davalıcısı tapanmaya, nurgulluğun yaş, tuqqanlarımız şunda chatninki dorilarni, hormonlik dorilarni, hormonlik hasallarni, hormonlarni maxsus oldida qo'yib bergan chilangan har xil dorilik tuxumlarni yeyaverasizlar. O'zinglarni undaq nobud qilmanglar. Odatda 70 yoshni oshgandan keyin undan keyin biz tutquchi maxsus dorilarni bersak, an to'g'ri bitdi. Endi sizlar hozir 20 necha yosh, 30 yoshda bular olmasa bu dorilarga ko'nab qolsanglar, oqibatinglardan bo'lmoqchi. O'zinglar kallangni sirkib o'tinglar tuqqanlar. Men har kuni noche tibobat o'limini so'zlab o'tma. Kanalga yoqqan bo'lsa, g'anjo qilib olinglar. Yurak berib qolinglar. Fikr taklif qilinglar bo'lsa, yozib qolinglar. Ko'rishlar